skan klinikasida o'g'lim 7,5 yosh Down sindromi DTSP tashxisi bilan massajga olib keldim. O'g'lim shu paytgacha 7,5 yoshgacha muvozanatni saqlay olmay, tonusi juda ham baland edi. O'zi qo'li bilan ushlay olmasdi. Mana shu 8-kun hozir massajga kelyapmiz. Massajchi qizimiz juda ham jismoniy ham ruhan bolam bilan ishlab, uni yaxshi tomonlama o'zgarishlarini ko'rdim. Massajdan so'ng hozir 2-kurs olyapmiz biz. Oldingi aprel oyida ham olgan edik. Hozir 2-kurs 8-kun olganimizdan so'ng bular qo'llarida narsalarni ushlab, o'zi og'ziga tiqib yeya boshladi, harakat qila boshladi, ushlab tura boshladi. Turgandan so'ng muvozanatni saqlay olmay yiqilib tushardi. Hozirgi kunda esa mana Xinchang klinikasida mana shunday bolalar uchun ham sharoitlar yaxshi ekan. Biz mana kelayotganimizda koridorda bunaqa bolalar uchun ushlashga, hattoki nima sharoitlar qilingani uchun bolamni ushlab kelganimda o'sha o'zi ushlab yura boshladi. Bu massaj unga juda ham foyda berdi. Massajchi qizimiz har bir nuqtalar bilan juda faol ishlab, bolani psixologiyasi bilan, uning jismoniy holati bilan hamma tomonlama ishlab, bolamni juda yaxshi tomonlama harakatlanishga yordam berdilar. Xinchang klinikasiga ham rahmat, mana shu massajni tashkillashtirib berganlari uchun massajchi qizimizga ham juda katta rahmat.